O'tgan kuni Issiqko'lda notariusga kirgan edim. Ajana notariusning narxi 100 somoni ekanligini menga aytgan edi. Yo'q, somon deyapman. Davernost qilish uchun 100 so'm kerak ekan. Notarius ayol menga davernost qilib bo'lgandan keyin narxini so'rasam 1000 so'm deyapti. U ayol bitta daverностni o'zidanoq boyib ketishni maqsad qildi. Men hayron bo'lib so'radim. "Namuncha qimmat, axir Bishkekda ham bunday emas-ku" dedim. U esa ko'p savol berganingiz uchun 1000 so'm deydi. Men shokda edim. Dahshat. Albatta men pulni berdim. Axir narxini bilardim-ku, chunki Ayjana kelib, bir kun avval kelib notariusning narxini menga aytgan edi. U qo'ng'iroq qilib menga 100 so'm degan edi. U ayol esa menga 1000 so'm deydi. 10 barobar narx qo'yib yubordi. Bir kunda boy bo'lib ketgisi keldi. Avvallari ofisimiz Pablinka ko'chasida edi, esingizdami? O'sha paytlari men kech-kecha ishlardim. Negadir o'sha kuni mashinamni qoldirib ketman. Ko'chaga chiqib taksi to'xtatdim. Mashina to'xtadi. Men unga aytayapman, meni filarmoniyaga olib borib qo'y deyapman. Qancha bo'ladi desam, 300 deydi. Bu voqea 2-3 yil avval bo'lgan edi. O'sha paytlarda 40 so'm 50 so'm bo'lardi yo'l kira. Men unga namuncha qimmat desam, u menga "Senga nima farqi bor? Puling bor-ku, beravermaysanmi?" deydi. Men hayron qolgan edim. Agar yaxshi kiyingan bo'lsang, nima 300 to'lashing kerakmi? Men unga nima, pullarim bo'lsa ularni sochib yurishim kerakmi dedim. Bu fikrlashni ko'ryapsizmi? Mana shu vasvasa hamda ochko'zlikdir. Ya'ni men topdim, men uni mahkam ushlab qolishim kerak. Tushundingiz-a nima deyotganimni? Xuddiki imkon tug'ilsa mahkam ushlab olish kerak. Tushunyapsizmi? Balkim siz ham qachonlardir mana shunday holatda bo'lgansiz. Agar inson nimagadir qaram bo'lib qolsa, unga doim shunday tuyuladi. Imkon tug'ildi deguncha yulib olgisi keladi. Barcha kambag'al odamlar o'zlarini mana shunday tutishadi. Ular tarozi pallalarini ushlab turish kerak ekanligini tushunishmaydi. Axir qayerdadir ko'proq olsang, qayerdadir ko'proq yo'qotasan. Qo'shilasizmi gapimga? Birovning narsasidan ko'p olma. Qilgan mehnatingning qiymati darajasida olishing kerak. Ko'pini olma, bu juda xavfli. Negaki u boshqa joydan teshib chiqishi mumkin. Bu juda ham yomon. Xo'p, ana endi boy odamlar qanday fikrlashadi? Boy odamlar barqarorlik kategoriyasida fikr yuritishadi. Kambag'allar tez boyib ketgisi keladi. Juda ham tez boyigisi keladi. Boylar esa barqarorlik bilan harakat qilish kerak ekanligini tushunishadi. Aytinglarchi, moliyaviy piramida paydo bo'lganda u yerga kimlar ko'proq boradi? Boylar yo kambag'allar? Buni sezganmisiz? Yoki Salimbekovni ana shunday piramidalarda ko'rganmisiz, Ko'rganmisiz? Mana shunday boy, o'ziga to'q odamlar ana shunday piramidalarda yurganini ko'rganmisiz? To'g'ri, bunday joylarga faqat kambag'al odamlar boradi. 5000, 10000 bir martada butun umriga yetadigan pulni ishlab olishga harakat qiladi. Boylar esa barqarorlik kategoriyasida fikr yuritishadi. Barqarorlik o'zi nima degani? Bilasizmi? Odamlar meni oldimga kelib maslahat so'rashadi. Hayotimni o'zgartirishimga maslahat bering deyshadi. Ana shunda men ularga beradigan maslahatlarimdan biri hamma narsani barqarorlik bilan qiling deyman. Barqarorlik formulasini tushunishga harakat qil deyman. Mana misol uchun qanday? E'tibor qarating bu yoqqa. Juda ham oddiy misol keltiraman. Bir chelak suv oling. Ana shu suvni yerga, polga yoki betonga, toshga quying, u bir pasda yo'q bo'lib ketadi. Ana endi xuddi shu chelakning tagidan bitta teshikcha qiling va ana shu teshikchadan suv tomib tursin. Bilasizmi, biroz muddat o'tgandan keyin ana shu toshda yoki betonda teshik hosil bo'ladi. Beton bo'ladimi, tosh bo'ladimi, suv hattoki granitni ham teshadi. Qo'shilasizmi? Hatto granitni ham teshadi. Xo'sh, nega bunday bo'ladi deb qiziqqanmisiz? Suv kuchli bo'lgani uchun emas. Aslida kuch qayerda? Barqarorlikda yashang. Axir suv kuchli emas-ku. Suv kuchli bo'la olmaydi, to'g'rimi? Kuch qayerda? Kuch taktikada, strategiyada. Bir ishni barqarorlik bilan qilaver. Agar inson bir ishni barqarorlik bilan qaytaraversa, mana bunga qarang. Axir bu suvning qilgan ishi. Bu mo'jiza-ku. Suv yillar davomida mana shu toshning chetlarini yemirib shu ahvolga keltirgan. To'g'rimi? Ozginadan yemirib shu ahvolga keltirdi. Yaqinda yiqilsa kerak. Siz bu yorqin ko'rsatkichga bir qarang. Ya'ni men nima demoqchiman? Tabiat bu katta kuch va eng yaxshi haqiqatdir.